Haydovchilarga yengillik yaratishga qaratilgan hukumat qarori qabul qilindi. Qarordagi asosiy o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, 1-iyundan boshlab yo'l chiziqlarini bosgan mashinalarni kamera qayd etmaydi. Faqatgina GAI xodimlari ko'rib to'xtatganda jarima yozishga haqqi bor. Svetofor to'xtash chizig'i bundan mustasno. Bu chiziqni bosgan mashinalarni kamera qayd etadi. Yana bitta muhim o'zgarishlardan bittasi, shaharlarda yo'l ta'mirlash, yo'l chizish ishlari soat 21:00 dan ertalabki soat 6:00 gacha bo'lgan vaqtda amalga oshirilishi belgilandi. Avtobusning polosida tungi soat 23:00 dan tongi soat 6:00 gacha boshqa transport vositalari ham bemalol harakat qilsa bo'ladi. Radar bor joylarda kamida 250-500 metr masofada shunaqa yo'l belgilari qo'yish majburiy bo'ladi. Qarorga ko'ra, to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilari kerakmas deb topilgan joyda olib tashlanishi belgilandi. Bu o'zgarishlardan sizning xabaringiz bo'lishi mumkin. Videoni yengillikdan xabari yo'q tanishinglarga jo'natib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi.